Assalamu alaykum televizor ko'ruvchilar, ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Men Gulchehra. Bu qitimliq programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni takrorlab o'tmoqchimiz. Uyg'ur bokschi Muhammad Tursuncho'ng bu yillik xalqaro olimpik musobaqasiga qatnashish salohiyatiga erishdi. Bu yillik olimpik uchun Osiyo qit'asi bo'yicha boks mahirlarini tanlash musobaqasi 5 apreldan 12 aprelgacha Qozog'iston poytaxti Astana shahrida o'tkazilgan. Xalqaro boks birlashmasi uyushtirgan mazkur musobaqada 30 davlatdan kelgan 10 xil ig'irlikdagi 250 mahir bu yil Londonda o'tkaziladigan xalqaro olimpik boks musobaqasiga qatnashadigan 25 o'rin uchun elishgan. Shularning qatorida Uyg'ur elidan kelgan bokschi Muhammad Tursuncho'ngmu o'z ig'irligi bo'yicha raqiblarini yengib, bu navbatlik London olimpik musobaqasiga qatnashish salohiyatini qo'lga keltirdi. Uyg'ur Abdunum rayonlik boks komandasining bosh treneri Abdushukur Mijit va boks bo'yicha Osiyo chempioni Muhammad Tursun radiomiz ziyoratini qabul qilib, mazkur musobaqa haqida qarashlarini o'ttirib qo'ydi. 2000-yildagi Sidney xalqaro olimpik musobaqasiga Uyg'ur boks mahiri Abdurahmon tanlangan va musobaqaga qatnashgan edi. O'tgan payshanba kuni doiralar Yakan Noya bozorining Saych kentidagi aholilarga tava 2 binoni chaqmoqchi bo'lganda, kent aholilari kollektiv qarshilik ko'rsatib, binoning chiqilishini to'sib qolgan edi. Chorshanba kuni mazkur kentdagi yana bir dehqon chiqilmoqchi bo'lgan binoning tomlariga Xitoy qonunining aloqador moddalari besilgan varaqchilarni chaplab qarshilik ko'rsatgan. Yakan bozorlik partkom sekretari va bozorlik hukumat boshlig'i voqeaning yuz berganligini yoshirmagan bo'lsa-mu, mazkur 2 binoda yerlik aholilarning haqqi borligini inkor qildi. Yerlik aholilar bu binolarda o'zlarining haqqi borligini, yerlik doiralarning 2 binoni ularning ruxsatsiz setilayotganligini ilgari surmoqda. Yakan Noya bozorining Saych kentidagi aholilar o'zlariga tava bo'lgan bir mehmonxona va bir xizmat binosining setilishiga qarshi 4 oydan beri nahiya va bozorlik hukumat doiralari bilan tirkishib kelayotgan edi. 5-iyul vaqasidan keyin Urumchidan chet ellarga chiqqan Uyg'urlarning bildirishicha, ayni chaqda 5-iyul vaqasiga chetishlik degan jinoyat bilan Urumchi shahridagi o'tir maktablardanmi nurg'un o'quvchilar qo'lga ilingan. Bo'libmi Urumchi shaharlik 3-o'tir maktabning o'quvchisi Nurul Islomning turmada o'lishi va Urumchi shaharlik 14-o'tir maktabdan qo'lga ilingan 36 nafar o'quvchining ochiq qo'yilish vaqasi Urumchidagi Uyg'urlar orasida uzun mazgilgacha g'ulg'ul qo'zg'agan. Uyg'ur yoshlarini so'roq qilish qatnashgan bir Uyg'ur saqchining bildirishicha, bu vaqadan keyin bir hafta ichida Urumchi va boshqa shaharlardan bo'lib, necha ming kishi qo'lga ilingan ekan. Yaponiya Uyg'ur jamiyati bilan yaponiyaliklarning Tirishqin Yaponiya nomli ommaviy tashkiloti Tokio shahrida yaponiyaliklarni Dunyo Uyg'ur qurultiyiga yordamga chaqirayli mavzuliq faoliyat o'tkazdi. Faoliyat 4-oyning 14-kuni tushdan keyin Tokio shahridagi Ikabukuro bekitida hamda shu kuni kashqurun bir zalda o'tkazildi. Tushdan keyin o'tkazilgan faoliyatga qattiq yomg'irga qaramay nurg'un yaponiyaliklar qatnashdi. Kashlik ion to'plash ziyofatiga bo'lsa 250 atrofida yaponiyalik qatnashgan va ziyofatda Dunyo Uyg'ur qurultiyi uchun ion to'plangan. İlham Mahmud Efendi Tokyoda shu kuni nachar havo qaramasdan yaponiyaliklarning Dunyo Uyg'ur qurultiyi uchun ion to'plash faoliyatiga aktiv qatnashganligidan ta'sirlanganligini bildirdi. İstanbulda ochilgan xalqaro o'quvchilar ko'rgazmasida Uyg'ur madaniyati tanishtirildi. İstanbulda ochilgan 5-navbatlik xalqaro o'quvchilar madaniyat uchrashish ko'rgazmasida Uyg'ur madaniyati tanishtirilgan. Ko'rgazmani Babi Olam xalqaro o'quvchilar jamiyati uyushtirgan. Bu faoliyat 2012-yili 4-oyning 14-kunidan 16-kunigacha İstanbulda o'tkazildi. Ko'rgazmada 75 davlatdan Turkiyaga kelib o'qiyotgan o'quvchilar qatorida Uyg'ur o'quvchilarmi milliy madaniyatini namoyon qildi. Uyg'urlarning milliy kiyimlari kishilarning alohida diqqatini tortdi. Ko'rgazmaga qatnashgan Murat Orxun apandi bu ko'rgazmaning Uyg'ur madaniyatini tanıtadigan muhim fursat ekanligini bildirdi. Uyg'ur ziyolilar Uyg'ur tilini qo'g'dashda ona til ma'arifining o'rniga sal qarg'ili bo'lmaydiganligini qayta ta'kidlashdi. Xitoy hukumati Uyg'ur elida qo'sh tillik ma'arif siyosatini sinoq tariqasida
başlığanlığıga 20 yılga yaqin vaqt bo'ldi. Mazkur siyosatning amillashishi jarayonida Uyg'ur tili ma'arifdan asta-asta siqib chiqarilmoqda. Bu Uyg'ur ziyolilarining andisini kuchaytgan. Uyg'ur olimi Erkin Sidiq va Kanadada turayotgan Uyg'ur qalamkashlaridan Tuyg'unjon Abduvali qatorliqlar ziyoratimizni qabul qilib, bir millatning mavjud bo'lib turishi uchun ona tilining eng muhim o'rinda turganligini, Uyg'ur ona tilini qo'g'dab qilishda ona til ma'arifining o'rnini sal chaqlashga bo'lmaydiganligini bildirdi. Hürmetli televizor köygüçüler, yuqorida sizlar Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.